Allohning hidoyati bo'lmasa, biz hidoyat topolmas edik. Ro'za ham tutmagan namozda biz qoyim turmagan bo'lardik. Bizlarga oromni tushirgin, mustahkam sobitlardan qilgin. Agar bizni dinimizdan bursalar, bosh tortamiz. Hazreti Ali roziyallohu anhu tush ko'rdi deyiladi. Tushlarida Payg'ambarimiz alayhissalomni ko'rdi. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan masjidga bomdod namozingizda Payg'ambarimizni mehrobda topdi. Rasululloh, siz tirilib keldingizmi, qaytib dunyoga keldingizmi deb Hazrat Ali roziyallohu anhu ko'rishdi va Payg'ambarimiz alayhissalom imom bo'ldi. Hazrat Ali roziyallohu anhu sahobalar bilan birga iqtido qildi. Namoz tamom bo'lgandan keyin tashqaridan bir ayolning ovozi eshitildi. Hazrat Ali roziyallohu anhu sahobalarning ichida eng kichik sahoba edi. 9 yoshda islomga kirgan. Yugurib chiqdi. Bir ayol kishi qo'lida bir tovoqda hurma. Rasululloh tirilib ketdi. Mana bu hurmani olib kelib Rasulullohga tabarrukona yediring va sahobalarga Rasululloh shundan tarqatib bersin dedi. Shunda Hazrat Ali roziyallohu anhu tushlarida o'sha tovoqni olib Payg'ambarimizning yonlariga olib kelib, "Ya Rasululloh, falonchi qo'shnini ayoli mana bu hurmani olib keldi. Shundan siz tabarruk yeb, bizga o'z qo'lingiz bilan, muborak qo'lingiz bilan tarqatib berasiz" ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom hurmoni bitta-bitta tarqatib berib, qatorida Hazrat Ali roziyallohu anhuga ham bitta hurma qo'liga berdi. Hazrat Ali roziyallohu anhu haligi hurmoni og'ziga solib yedi. Dunyoga kelib bunaqa bir mazzali narsani tatib yemagan edi. Shirinligidan Hazrat Ali roziyallohu anhu yana qo'llarini uzatib, "Zidni ya Rasululloh, zidni, yana bitta menga bering ya Rasululloh, yana bitta bering" dedi. Degan paytda Hazrat Ali roziyallohu anhuning quloqlariga azon eshitilib, ya'ni masjiddan kelayotgan azon, "Hayya alas salah, namozga kelinglar, hayya alal falah, najotga kelinglar, salatu xayrun minan nawm." Namoz, bomdod namozini o'qishni uyqudan afzal degan narsa Hazrat Ali roziyallohu anhuni tugatib oldi. Uyg'onib ketdi tushlari. Hazrat Ali roziyallohu anhu aytadi, "Shu makani uyg'onib qarasam, lekin Rasululloh bergan hurmoni, tushimdagi hurmoni, mazzasi og'zimda turgan edi. Tahorat qildim, tahoratdan 3 marta og'iz chayqaganda og'zimni chayqab suvini yerga tushirmadim, shu Rasululloh bergan hurmoni mazzasi chiqib ketmasin" dedi. O'sha og'iz chayqab og'zimdagi suvni yutdim dedi. Masjidga keldim. Masjidda nahotki Rasululloh tirilib ketsa deb shoshib masjidga kelsam, Rasulullohning o'rnida Hazrat Umar roziyallohu anhu o'tirgan edi. Umar roziyallohu anhu imom bo'ldi, bomdod namozini o'qidik. Namozdan keyin bir ayol chaqirib qoldi. Chiqib qarasam, haqiqatda bir ayol qo'lida tovoq, mana bu hurmoni Hazrat Umarga olib kelsangiz, sizlarga bir donadan tarqatib bersin. Shunda tovoqni olib Hazrat Umar roziyallohu anhuga Hazrat Ali roziyallohu anhu olib kelib, "Ey Umar, mana bu hurmadan yeb va sahobalarga tarqatib berasiz" ekan. Hazrat Umar roziyallohu anhu bittadan sahobalarga tarqatib, qatorida Ali roziyallohu anhuga ham berdi. Ali roziyallohu anhu o'sha hurmoni olib yeganida, siz o'sha tushida ko'rgan mazza Rasululloh bergan hurmoni mazzasi bor edi. Hazrat Umar roziyallohu anhuning bergan hurmasi bu Rasulullohning bergan hurmasi. Chunki Alloh taolo Payg'ambarimiz alayhissalomga aytgan, Alloh taolo Umarning og'zidan gapiradi degan. Ya'ni Alloh haqiqatda Umarning og'zidan gapiradi. Umar roziyallohu anhuning doim gaplari bu bir ilohiy gap bo'lgan. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhissalom ummat ta'mi kelganligidan o'sha mazzani topgandan yana Hazrat Ali roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhuga "Zidni ya Umar" dedi. "Menga yana bering ey Umar" deganda Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdiki, "Agar kechqurun ertalab Rasululloh sizga bitta qoshiqcha berganda men ham berar edim" dedi.